men qandayman debdi. Olam 7 milliard odamga men qandayman debdi. 7 milliard odam, 7 milliard javob. Kimdir aytgan adolatsizsan san boshim bo'lmaydigansan deydi. Kimdir aytadiki rosa mehribonsan san deydi. Kimdir aytadi senda shunaqangi boylik ko'p, sen meni boylik bilan uyib to'kib tashlading deydi. Kimdir aytadi san muhabbatsan deydi. Kimdir aytadiki sen baxshiysan deydi. 7 milliard odam 7 milliard javob bergan olamga. O'sha paytda olam aytgan har biriga to'g'ri degan. Sen baxshiysan desa to'g'ri deydi. Sen muhabbatsan desa to'g'risan deydi. Sen adolatsizsan desa seniki ham to'g'ri deydi. Sen juda ham boy ekasan desa seniki ham to'g'ri deydi. Kim tushundi hozir qizlar? Xuddi shunday. Siz olamga qanaqa nazar bilan qarab, uni qanaqa deb nom bersangiz, olam xuddi shunday bo'lib sizga ko'rinaveradi. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun siz olamni, misol uchun olam menga boylikni uyib to'kib beryapti deng, bo'ldi. Shaxsan men shunaqa deyman. Olam menga boylikni uyib to'kib beryapti. Olam menga boylikni uyib to'kib beryapti. Meni yaxshi ko'radi. Men qadrlayman. Men juda ham qadrlayman. Qadrlayman degan gapi. Hoy, 170 ta odam o'tiribdi. Erkakmisiz, ayolmisiz, tekinku, ayting. Rosa zo'r. Men qadrlayman.